Assalomu alaykum avtoshop podpischiklari. Ozon bilan sizlarga zo'r aksiya qo'yib berayapman. Salondan 420 million so'm olingan, lekin men sizga eng arzon bahada Malibu XL qo'yib beraman. Bahosini taxmin etib turing, videoni oxirida aytib o'taman og'alar. Mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan Malibu XL. Xo'p, o'zi 23-yilda ishlab chiqarilgan, lekin 24-yil salondan olingan og'alar. 4 ta yumshoq balonlar qo'yilgan, tanrifga razishenasi bor. İç holatini o'tadigan bo'lsak, tak 20 ming probekda turibdi mashinamiz. İç holatini ko'ring, yaxshi holatda. Hammamizga nasib etsin, shunday mashallohda yurish. Og'alar, bu mashinamizning bahosini taxmin etgan bo'lsangizlar, taxminingizdan arzon aytaman, lekin videoga like bosib qo'yasizlar. O'zi salondan 420 million so'm olingan, lekin men sizga bu mashina aksiyada 350 million so'm qo'yib beracakman. Yana ustunda Zazora bor, bemalol kelib savdolashib xarid etib ketsangizlar bo'ladi. Asa kelaverasizlar, avtoshop avtosalonda sizlarni kutamiz. Nomashlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariy yozib ketaverasizlar.